Olti diniy kalima. Kalima-i toyyiba, to'g'ri so'z. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ma'nosi: Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Muhammad Allohning rasulidir. Kalima-i shahodat, iqrorlik kalimasi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'nosi: Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad alayhissalom Allohning bandasi va rasuli ekaniga iqrorman. Kalima-i tavhid, tavhidga iqrorlik kalimasi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Ma'nosi: Allohdan o'zga iloh yo'qligiga iqrorman. Allohning sherigi yo'qdir. Mulk Allohnikidir. Maqtov Allohgadir. Alloh tiriltiradi va o'ldiradi, ammo o'zi tirikdir, o'lmaydi. Yaxshilik uning ixtiyoridadir va u hamma narsaga qodirdir. Kalima-i raddi kufr, kufrni qaytarish kalimasi. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت العلام الغيوب. Ma'nosi: Yo Alloh, sendan o'zim bilganim holda senga biror narsani sherik qilishimdan asrashingni so'rayman. Sendan o'zim bilganim holda shirk qilib qo'ygan bo'lsam, kechirishingni tilayman. Albatta sen g'ayblarni bilguvchi zotsan. Kalima-i istig'for, gunohlarni kechirishni so'rash kalimasi. Astaghfirulloh, astaghfirulloh, astaghfirulloh ta'ala min kulli zambin aznabtuhu amdan aw khata'an sirran wa alaniyah. وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت العلام الغيوب. Ma'nosi: Yo Alloh, gunohlarimni kechirishingni so'rayman. Yo Alloh, gunohlarimni kechirishingni so'rayman. Ataylab yo adashib yashirin yo oshkora qilgan hamma gunohlarimni kechirishingni so'rayman. O'zim bilgan va bilmagan gunohlarimdan Allohga tavba qilaman, qaytaman. Albatta sen g'ayblarni bilguvchi zotsan. Kalima-i tamjid, ulug'lash kalimasi. Subhanallohi walhamdulillahi wa la ilaha illalloh wallohu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Ma'nosi: Allohning aybu nuqsoni yo'qdir. Maqtovlar Allohgadir. Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Alloh ulug'dir. Harakat va kuch-quvvat faqat qudratli va buyuk Alloh taoloning xohishi bilan bo'ladi. Alloh nimani xohlasa bo'ladi, nimani xohlamasa bo'lmaydi.